aholimiz 38 milliondan oshdi. Urbanizatsiya darajasi 51% ga yetib, qariyb 20 million odam shaharlarda yashayapti. Bir narsani yaxshi tushunishimiz zarur. Agar urbanizatsiya darajasi 1% ga oshsa, iqtisodiyot ham kamida 1% ga ko'payadi. Investitsiya oqimi, biznes va startaplar mehnat unumdorligi karrasiga o'sadi. Buning uchun respublikada urbanizatsiyani barqaror rivojlantirish bo'yicha yagona yondashuv bo'lishi zarur. Bosh rejalar uchun byudjetdan yiliga 200-250 milliard so'm beryapmiz. Hamma eshitib olsa, bu mablag'lar bosh rejasi bo'lmagan yoki eskirgan hududlarga sarflanishi shart. Kim ishlab turgan bosh rejani o'zgartirmoqchi bo'lsa, marhamat o'zi mablag' topib o'zgartirsa bo'ladi. Hech qanday masala yo'q bu yerda. Kichik shahar va shaharchalarda ham katta loyiha qilaman degan tadbirkorlar bor. Shaharsozlik hujjati yo'qligi uchun ularning ishi to'xtab turibdi. O'zi mablag' tikib, tezroq bosh reja ishlab chiqilishidan manfaatdor tadbirkorlar ham juda ko'p. Hisob-kitob bor hokim ularni yoniga olib, bu ishlarni tezroq yakuniga yetkazsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Tadbirkorlarning xarajatini esa bosh rejadagi yerlarni sotish hisobidan qoplashga men roziman. Sizlar shu takliflarni beribsizlar ekan, bu juda to'g'ri taklif. Biz bir ish qilyapmiz hammamiz. Sizlar bilan bamaslahat qilsak, bosh reja ham bo'ladi, natija ham bo'ladi, odamlar ishli bo'ladi, tadbirkor ham, quruvchi ham rozi bo'ladi.